Agar siz ham menga o'xshab ish orqaga surish yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, tabriklayman. Biz erinch olmas ekanmiz. Men o'zim o'ylardimki, men erinmayman desam, yo'q. Har gal ish orqaga surayotganimizda miyamizda butun boshli bir nevrologik sikl yuz berar ekan. Bugungi videoda nevrologik sikl nima o'zi, qayerdan kelib chiqdi, nimaga unaqa bo'lyapti va ilmiy isbotlangan bunga xudo xolisa yechimlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni nima qilsak biz ish orqaga surmasdan o'zi harakat qilishni boshlaymiz. Tim Pitchell degan bir psixolog olim 20 yil umrini prokrastinatsiyani o'rganishga sarflagan ekan. Prokrastinatsiya bilamiz, nima? Bu ish orqaga surish bizda prokrastinatsiya deyiladi. Va shu xulosaga kelgan ekanki, odam prokrastinator bo'lishiga, ya'ni shu ish orqaga suradigan odam bo'lib qolishiga sabab odamni vaqt bilan muammosi emas ekan. Ya'ni biz o'zimizga furtishga topib beraveramiz, "Chot vaqtim bo'lmayapti, o'shaning uchun ish orqaga suryapman" deb. Bu vaqtni muammosi emas, bu emotsional muammo ekan. Har gal bir muhim ish qilishimiz kerak bo'lgan paytda, ya'ni yangi proyekt boshlashimiz kerak yoki kimdir biznes boshlagisi keladi, hamma narsani analiz qiladi, o'sha qadam tashlash qismi keladi. Yoki tam uyga vazifangiz ko'p deb, shu uyga vazifangizni tam referatingizni boshlashingiz kerak. Har gal shunaqa muhim ishga kelganda miyada negativ emotsiyalar paydo bo'ladi. Bu bo'lishi mumkin qo'rquv. Ish eplay olarmikinman, yo'qmikan? Bu bo'lishi mumkin gumon. Odam o'zidan gumonlanadi, qo'limdan keladimi, kelmaydimi? Bu bo'lishi mumkin kuchli bir mas'uliyat. Bu kimdir uyaltirib qo'ymasmikinman degan va hokazo. Va tabiiy ravishda miyaga negativ fikrlar yoqmaydi. Va miya o'sha negativ fikrlardan qutulish maqsadida sizga nimadir bir furtishga topib beradi. Aytadiki, to'xta, hozir negativ fikr kelyapti. O'shaning o'rniga bor tam mashinangni yuvib tur. Siz borasiz mashinangizni yuvasiz, sekin miya chalg'ishni boshlaydi, sekin o'ziga keladi. Yoki ko'pchiligimizda bo'ladi telefonga, Instagramga chalg'iymiz. O'sha Instagramga chalg'imizda miya sekin negativ fikrdan qutulyapti-da, miyada yengillik paydo bo'lyapti. Miyada yengillik paydo bo'lishi bu miya uchun mukofot. Miya mukofotni yaxshi ko'radi va miyada shu narsa hosil bo'ladiki, miya aytadi, agar menda qiyin ish turgan bo'lsa, men o'sha qiyin ishni bajarmasam, men mukofot olaman deydi va shu narsani qaytaradi. Va miya shu narsaga ko'nikib qoladiki, har gal qiyin ish kelganda miya qiyin ishdan qutulish harakatini qiladi-da, siz o'zingizni chalg'itasiz. Chalg'itganingizdan keyin miya "Voy, chalg'itdim" deb mukofot oladi. Mukofot miyaga yoqadi-da, u shu narsani takrorlayveradi. Bu narsa avoidance loop deb nomlanadi. Avoidance loop o'zbekcha tarjimasi qochish krugi bo'lsa kerak. Ya'ni miyani biz shu narsaga ko'niktirib qo'yar ekanmiz. Muhim ishmi? Muhim ish bo'lsa bo'ldi, hozir men mazza qilaman deydi-da. Mazza qilish uchun muhim ishni surib tashlab, o'rniga dopamin oladi. Endi biron bir muhim ish qilishimiz kerak bo'lgan paytda miyamizda ikkita sistema kontrol uchun kurashadi. Birinchisi bu amigdala. Amigdalani men tarjima qilganimda bodomsimon tana degan tarjima chiqdi. Amigdalani qiladigan ishi bu signalli sistema. Ya'ni bizani hayotimizda polniy xavf-xatar qidirib yuradigan signalli sistema. Tasavvur qilinglar, sizlar tog'ga chiqdinglar-da, tog'da tabiatda yuribsizlar, o't ichida nimadir fust etib yonimdan o'tib ketdi. Ilonga o'xshatdinglar-da, tukka o'tib ketdi. Shunday sakrab tushdinglar. Yoki koridorda ketayotdinglar, janinglar bekim olgan ekan, va deb qo'rqitdi, cho'chib ketdinglar-da, janinglarni qo'linglar ketib qoldi. Bilmasdan urib yubordinglar. Mana shu hammasi amigdala. Amigdalaning maqsadi polniy xavf-xatar qidirib miyaga signal berish, trevoga, "Voy, o'ldirishyapti, qochdi bo'tdan" degan signalni berish. Amigdala ishga tushgan paytida miyamiz butunlay o'chib qoladi-da, biz emotsional qarorlar qabul qilamiz. Ikkinchi sistema bor. Ikkinchi sistemaning nomi bizda anterior cingulate cortex deb nomlanar ekan. Bu narsani qisqartirib ACC deb aytaylik. ACC ni maqsadi bu bizning ratsional mishleniyamiz. Ya'ni biz kallamizdan joyiga qo'yib to'xta deymiz-ku. O'zimiz to'xta deb o'zimizni qo'lga olamiz-ku. O'zimizni qo'lga olgan paytimizda ACC ishlaydi. Siz o'sha ilonni bo'ylagan paytingiz bitta sakrab tushdingizda, to'xta, bu joyda o'zi ilon nima qiladi deb o'zingizni qo'lga olib, qani nima ekan deb qaraysiz-ku. Mana o'sha payt ACC ishlayapti. Bizi odatda qiyin oldimizdan qiyin task chiqqanda, qiyin ishlar chiqqanda, sirazu birinchi ishga amigdala tushadi. Amigdala ko'radi, "Voy, qiyin ekan" deb vohma qilib ketadi. Va biz o'sha payt o'zimizni qo'lga olib, to'xta, nimasi qiyin buni demagunimizcha amigdalani o'zi kontrollab oladi. Amigdala bizani kontrollimizni olsa, bu narsaning eng xavfli tomoni shundaki, mana siz birinchi marta ish orqaga surdingiz, aytganimdek nimadir bir yengillik qidirdingiz, miya yengillikni oldi, ikkinchi marta qildingiz, uchinchi marta qildingiz. Bu narsa takrorlangani sari miyadagi neyronlar shu narsaga ko'nikishni boshlaydi. Va neyron ko'nikdi degani sizda odat shakllandi degani. Ya'ni siz uchun odat bo'lib qoladi. Har gal qiyin ish kelganda yoki muhim ish kelganda chetga surishga siz odatlanib qolasiz. Odatni o'zi nima desak, odat bu bizning hayotimizni odatlarimizdan tashkil topgan. Siz kech turasiz, kech yotasizmi?
kech yotishga, kech turishga odatlangansiz. Siz noto'g'ri ovqatlanasizmi? Noto'g'ri ovqatlanishga odatlangansiz. Bo'sh vaqtingizda Instagramga kiryapsizmi? Instagramga kirishga odatlanib qolgansiz. Xuddi shunaqa yaxshi odatlar bor. Ko'p kitob o'qiysizmi? Ko'p kitob o'qishga odatlangansiz. Odamlarga pasayanda yaxshilik qilgis kelaveradimi? O'zidan o'zi emas, bunga narsaga odatlangansiz. O'shaning uchun bezizga aytilmaydiki, yomon odatingdan qutulmoqchi bo'lsang, o'rniga yaxshi odat olib kelib qo'ygin. Masalan, sigaret chakish tashlamoqchi bo'lsang, o'zingdan o'zing tashlab olmaysan. O'rniga nimadir bir odat qilginki, sigaret chakmasdan o'sha yaxshi odatni yo'lga qo'ygan degan gap gapiriladi. Endi ozgina mavzudan chetroq bo'lib qoldi. Biz har gal prokrastinatsiya qilayotganimizda, ya'ni har gal ishni orqaga surayotganimizda amigdala kontrollayapti. Amigdala aytadiki, "Voy, problema bor" deydi. O'sha payt bizani qilishimiz kerak bo'lgan ish amigdaladan ACC ga kontrolni berishimiz kerak. Ya'ni ACC yetdimi, amigdaladan kelib tushayotgan signallarni har xil xavf-xatar, qochdi bo'tdan degan narsani shap o'shida to'xta deydi. Kim qayerga qochyapti deydi. Короче, hal qilamiz deydigan ACC bo'ladi. Endi kontrolni qanaqa bir ACC ga beramiz deydigan bo'lsak, buning uchun Tim Fitchell akamiz baraka topsinlar, bizani o'rnimizga 20 yil umrlarini ketkazib, shu xulosaga kelibdilarki, ishni orqaga qoldirmasdan boshlash uchun просто boshlash kerak ekan. Вот это поворот. Menimcha odamcha bir 20 yil umrni ketkizish kerak emasligi. Boshlash uchun просто boshla. Qonni ochgan bo'lsa просто ovqatlan. Lekin bu yerda ham o'zini bir yo'llari bor ekan. Birinchi yo'li bu miyamizga kelib tushayotgan emotsiyaniga nom berish. Emotsiyaga nom berish. Bu qanaqa? Misol uchun ish qilishinglar kerak, ichingizda negativ emotsiya kelyapti. Shu emotsiya nima? O'zingiz uchun отчет beringlar. Men hozir ichimda bo'layotgan narsa qo'rquv kelyapti yoki erinchoqlik kelyapti. Va shu отчетni o'zingizga berganingizda sizlar o'zi sekin fikrlashni boshlaysizlar-yu. Fikr uchun, o'ylash uchun, ratsional mishlenlik uchun biz aytdik ACC javob beradi dedi. ACC o'sha payt bitta kontrolni oladi-da, amigdaladan. Aytadi, nimadan qo'rqyapman deydi. Nima erinayapsan deydi. O'zingizga o'zingizga отчет berishni boshlaysizlar. Bu eng birinchi qilinadigan qadam. Ikkinchi tashlanadigan qadam o'zingizga qilinish kerak bo'lgan ishni tugatish emas, ishni boshlashni maqsad qilib qo'yasizlar. Ya'ni timer qo'yinglar kerak bo'lsa 5 minutga yoki 10 minutga. 10 minutgina vaqt mana shu narsaga konsentratsiya qilaman. Ishimni 10 ga emas, 100 ga bo'lib yuboraylik, 100 dan bitta donasini qiling. Maqsad boshlab olish. Va odatda Tim Fitchell даже anaqa ham eksperimentdan o'tkazgan ekan. Eksperimentga hozircha kirishmaymiz. O'sha ishni boshlagan odamlar, ya'ni 5 minutgina qilaman deb boshlagan odamlar odatda ishga kirishga ancha oson bo'lar ekan. Chunki qaryapti, jabr vaqtmasiga arziydigan ish emas. Bizda o'zbeklarda gap bor-ku, ko'z qo'rqoq, qo'l botir deydigan narsa. Men aytdim, "Ha, demak, mashindan ekan" dedim. Ya'ni odam ishni asosiysi bir boshlab olish kerak ekan. Endi undan tashqari bizda ikkinchi holat ham bo'lar ekan. Ikkinchi holatda odamlar shunaqa ekanki, birov deb bundoq qaraydi-da, "Yo'q" deydi, "Men unaqa emas, menda haqiqatda vaqt yo'q" deydi. Haqiqatda vaqt ajrata olmayman bu ishni qilishga deydi-da. Va bu odamlarda bo'ladigan holat ham ajoyib ekan. Sizda bitta muhim ish bor, lekin sizda haqiqatda bir vaqtingiz bo'lmayapti o'sha ishni cho'tki qilib bajarish uchun. Va tabiiy ravishda siz miyangizdan o'tkazayotgan narsangiz nima bo'lyapti? Men ish qilishim kerak, lekin qila olmayman deysizda. Va tabiiy ravishda ichingizda o'zingizni bir ayblash, ayb hissi paydo bo'lishni boshlaydi. Chunki qilinish kerak bo'lgan ish qilmayapsiz. Ayb hissi qanaqa his? Negativ his, ya'ni negativ feeling, negativ emotsiya. Negativ emotsiya bo'lsa nima bo'lardi? Boyidagi miya chetga surib, davay telefoningga yopishganda o'tadi. Telefonga yoqib va mukofot oldimda shu narsani qaytarib o'tadi. Aylanib o'lgirib boyi amigdalaga kontrolni berib qo'yayotgan bo'lamiz. Endi bunaqa holatdagi odamlarga imенно o'sha vaqti yo'q bo'lgan odamlarga berilayotgan maslahat bo'ladiki, birinchi bo'lib o'zingdagi perfeksionizmni yo'qot. Ya'ni ishni men idealni bajarishim kerak deydigan narsani olib tashlaganda, boya aytilgan ishni birinchi bo'lib boshlab ol. Ikkinchi eng asosiy narsa bu fake prokrastinatsiya. Bu narsani nomi ham bor edi. Productive procrastination deylar ekan. Produktivniy prokrastinatsiya. Bu qanaqa desa, bu hammamizda bo'ladi bu narsa. Nimadir ish boshlashimiz kerak. Masalan, siz yangi biznes boshlamoqchisizda, biznes boshlashingiz uchun prosta borib qilishingiz kerak. Lekin siz biznesni boshlamaysizda, siz izlanishlar olib borasiz. Siz YouTube kanal boshlashingiz kerak-da, siz prosta kamerani qo'yib video olmaysizda, izlanasiz. Nima qilsam ekan, qanaqa qilsam ekan, kamerani qaysi birini olay, svetni qaysi birini olay, mikrofonni qaysi birini olay deb izlanasiz. Vro'd bir miyangiz signal olyapti. To'xta deydi, bu ish qilyapti deydi. Vaholanki siz bir qadam ham tashlamadingiz-da. Vro'd bu o'zingiz aldab yuribsiz. Shu narsadan qutulib, boya aytilgandek 5 minutgina hatto birinchi qadam o'zini tashlab oladigan bo'lsangiz, u yog'i Allohdan bo'lib o'xshab ketadi. Mavzu menga juda ham qiziq tuyuldi. Shuning uchun bo'lishdim. Videoni ko'rgan, buni bitta videodan ko'rdim. Originalni ham tashlab qo'yaman. Bundan oldingi videoda ham originalni ko'rsating deb aytib ketishgan edi. Video bo'yicha iltimos fikringlar bo'lsa beringlar. Men aytdim, lekin Pitchell akamga gap yo'q dedim. Boshlash uchun boshlash.
qiziq bo'lgan bo'lsa hammaga rahmat, komment, like